Bugungi mashg'ulotda men talabalar bilan so'zlar zanjiri deb nomlangan interfaol metoddan foydalandim. Ushbu metod dars jarayonini jonlantirish, talabalarni faollikka undash hamda fan yuzasidan bilimlarni mustahkamlashga xizmat qiladi. Mashg'ulot boshida talabalar 2 guruhga bo'lindi. Har bir guruh o'ziga mos nom tanladi. Bu jarayon talabalar orasida jamoaviylik ruhini shakllantirishga ham yordam beradi. Shundan so'ng guruhlar tanlagan nomining har bir harfiga o'tilayotgan mavzu yoki fan bilan bog'liq so'zlarni yozish topshirig'i berildi. Jarayonni yanada qiziqarli qilish maqsadida 3-5 daqiqalik taymer qo'yildi. Talabalar navbat bilan doskaga chiqib, harflarga mos so'zlarni yozib bordilar. Bu jarayonda muhim qoida shundan iboratki, talabalar to'xtab qolmasdan tez fikrlashlari va javob topishga harakat qilishlari kerak. Agar talaba so'zni topa olmasa, navbatni boshqa guruhdoshiga berishi zarur. Shu tariqa guruh a'zolari bir-birini qo'llab-quvvatlab, jamoa bo'lib ishlashga harakat qiladilar. Bu metod talabalarni tez fikrlashga, bilimlarni esa eslab qolishga va o'z fikrlarini aniq ifodalashga o'rgatadi. Shu bilan birga, talabalar yozayotgan so'zlarning imlo jihatdan to'g'ri yozilishiga ham alohida e'tibor qaratadilar. Mashg'ulot yakunida yozilgan barcha so'zlar tekshiriladi, xatolar tahlil qilinadi va to'g'ri javoblar izohlanadi. Eng ko'p va to'g'ri so'z yozgan guruh g'olib deb topiladi. Ushbu metod talabalarni jamoaviy hamkorlikda, tezkor fikrlashga, savodxonlikka va fan yuzasidan bilimlarni mustahkamlashga yordam beradi. Natijada dars jarayoni yanada qiziqarli va faol, samarali tashkil etiladi.